Can I take a video? I'm sorry? Can I take a video? It's okay. So it's called a Zorby. It appears to levitate, but Oh. in reality, it is physically connected Sorry. to my body by invisible connectors, right? I do need to know though, Kristen. How do you like your pancakes? Fluffy, crunchy, or crispy? What do you think? Fluffy, good. Kristen, come on over. We're gonna cook up your pancakes. We'll give them a nice sizzle on that pan, yeah. So if it's a pancake dancing, then that pancake must be really ahead of you. But we're gonna take your pancake, we'll pull it and make it. Look at her all nice and on each and every side. Give her a swirl to the left. There she is. Look at her going. Oh my God. Beautiful. Done. You want to give your pants a foot in your hair. Let's see it my friend here. You got it, I believe you should see it. There we go. Oh my God. Pretty impressive. Do it again because let's see it. Oh my God. You are getting some crazy height in there. That is impressive. Go high again for me. Go high. There we go. Oh my God. We're going to cast that candy. We're going to do it. Let's see it. There. Oh my God. Oh my God. Listen, that was amazing. Is this looking good for your pancake here? How was this one? Give it a whip. Oh my God. Listen, that was impressive. Give it back. Give it back. Oh my God. That was amazing, friend. We need to talk a bit about this. Yes, so it's... Qo'shmam chaqalonni. Burnidan suvni ham oqizib qo'yishgan. Vuy asalligim. How old are you? 102. 8. I know you ate. You were hungry, but how old are you? Thank you. Enjoy your sip trip. If you have any questions, buddy, just let me know.
The second one is if you want to fight people with it. The best way is to hold down the string, because if you just kind of let it go, it's more likely to get discombobulated. And knots, don't worry. The best thing for finding somebody. O'rtoqlar, hozir sizlarga lavhalarda ko'rsatgan magazinim Rockefeller centrida joylashgan. Mana shu brendniki. Ana Один дома kinosida shuni magaziniga kiradi-ku. O'shanga o'xshash New Yorkdagi varianti bu. Voy, tashqari rosa sovuq, ichkariga kirib biroz isindim. Endi men bu yerda yana bitta magazin bor, hozir o'sha yoqqa kiraman. Amerikaga birinchi kelganimda, xullas, Amerikaga birinchi kelganimda xo'jayinim bilan mana shu Rockefeller centerga olib kelgandilar. Bu yerda yarim soat turib O'zbekistonimizni bayrog'ini qidirganman. Chunki hamma davlatlarning bayrog'i osilgan turadi. Mavsumga qarab bu yerdagi bayroqlarni o'zgartiradi. Masalan, Amerikada geylarning bayrami boshlansa, bunagi kamalak rangli bayroqlar osiladi. Xullas, mana shunaqa bo'ladi. Oy. Shuni aytmoqchi edim. O'rtoqlar, New Yorkdagi eng mashhur va eng qimmat magazinlardan bittasi Saks Fifth Avenue'da joylashgan. Saks Fifth Avenue magazinini bugun sizlarga ozgina obzor qilib ko'rsataman. Bu magazinda juda ham ko'p qimmat brendlar joylashgan. To есть qimmat brendlarning narsalari sotiladi. Bu yerdan arzon narsa topishni hech ham iloji yo'q, chunki hamma narsalari qimmat. Hozir aylanib pastga tushaylik. Da. Mana bu yerdan tushsa bo'lar ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana uni qaranglar, oddiy qurigan daraxtlarning shoxiga mana bunaqa yonadigan nima deylardi, girlyandlardan chiroyli qilib lustra qilgan, такой dizayn qilgan. Приблизительно sizlarga hozir bitta-ikkita kiyimlarning narxini ko'rsataman. Mana bu yog'i klassический, bu yog'i вечерний bo'lgan kostyumning narxi $1686. Bu yerda eng arzon narxli narsa bu menimcha $500lik narsa bo'lsa kerak. To juda ham hamma narsasi qimmat, lekin o'sha qimmat bo'lishiga qaramasdan такой необычный narsalar topsa bo'ladi emas, o'zi hamma narsasi, prям fasonlari hammasi необычный kiyimlar. Mana qaranglar, amerikankalar qanaqa chiroyli, qalin. Даже qaranglar, shu yengiga ham qanaqadir fason qilingan, yaxshi ko'ra olmasdan qanaqa narsalarni. O'rtoqlar, Amerikada shunisi yaxshi, такой bomb style kelsangiz ham tashqi ko'rinishingizga qarab hech kim baho bermaydi. Amerikada bitta narsani hech qachon eslaringizdan chiqarmanglar. Ana oddiy такой bitta futbolka bilan krossovkada ham restoranga kirgan yoki ko'chada oddiy bo'lib yurgan, restoran deyman, ko'chada oddiy bo'lib yurgan odamni ham bankskiy shotida millionlab dollarlab pullari bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, qanaqa neobычный kiyimlar bor. Menga hozir bitta kiyim yoqdi, o'shani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, qanaqa chiroyli.
Bu yerda ko'p narsalarning qimmatligini sababi ko'p narsalar qo'l mehnati bilan qilingan. O'shaning uchun qaranglar. Ana kuni ko'rib ketdim buni. Shunaqa yoqdi. Va shu yoqdi mana qaranglar. Hozir sizlarga buni narxini ko'rsataman taxminan. $495. Va shu chiroyli, qaranglar, nежный. Shunaqa yoqdi menga. O'rtoqlar, mana shu oddiy ko'ylak narxi $598. O'rtoqlar, mana bu yerda Maxim Mara brendi bor. Bilganlar biladi, rosa qimmat brend. Menga mana bu Teddy fason anaqasi yoqadi, qaranglar. Hozir buni sizlarga narxini ko'rsataman. $4,490. $4,500. Ishi zo'r. Buni kiygan odam hech qachon sovqatmasa kerak. Mana shu rangi meni yoqadi. Bu qavatlar erkaklar bo'limi bo'lgani uchun o'tmadim. Baribir hech narsa olmayman, hech narsa ko'rmayman, nima qilaman. То есть erkaklarning bo'limi menga qiziq emas. Sizlar hozir bolalarning bo'limiga olib chiqaman va bolalarning kiyimini, kichkina bolachalarning kiyimining narxi qanchalar qimmatligini ko'rsataman. Keyin kommentariyada izohlaringizni yozinglar. Mana shunaqa narxlarni qimmat do'konlardan narxlarni ko'rsatib qilgan obzor videom sizlarga yoqdimi? Shunaqa videolar ham qilib turaymi? O'zi bu videoga olishimga sabab shunaqa kommentariyalar bo'lgandi. Iltimos, narx-navolarni, kiyimlarning narxini ko'rsating degan. Mana men bu qavat, demak 8-qavatdaman. 8-qavat bu oyoq kiyimlarning qavati. Bilmadim, balkim tusharman. Qisman bitta-ikkita oyoq kiyimchalarni narxini ko'rsataman. Hozir sizlarga bolalarni kiyimini narxini ko'rsatmoqchiman. Shunaqa qimmat va ishi. Boshlanishda ayollar bo'limi boshlanadi ko'payliklar bilan. Keyin u yog'i детский. Qaranglar, magazinlarning ichini qanaqa muzeyga kirgandek bo'ladi odam. Juda ham chiroyli qilib yasatib qo'yilgan. Demak, mana shu odam bolalar bo'limi boshlanadi. Kelinglar, birinchi mana shu kurtkani ko'rsatay sizlarga. $700. Интересно, bu necha yoshga? 2 yoshgami, 1 yoshgami? Ba'zi kimlarga yozilgan bo'ladi necha yoshdiki. Mana bu chaqaloqchalarniki, hali 1 yosh ham bo'lmagan, 1 yosh bo'lgan bolalarniki. Hozir birontasining narxini ko'rsatmoqchiman. Mana qaranglar. Narxi $680. Представляете? 1 yashar bolani kiyimi $680. Mana bolalarga Burberry'lar ham bor. Narxi yo'q ekan. Butun dunyoda eng mashhur bo'lgan Golden Goose luxury brend. Qaranglar, mana shu kichkinacha bu, bilmayman, 6 oylik bolachaga shekilli, chaqaloqchaga sig'adi. $180. Size 17 babyniki. Da, chaqaloqlarniki. $180. Chaqaloqlaringizga $180 ga shunaqa krossovka olib berasizlarmi? Kommentariyada yozinglar. Ralph Lauren'ni ayiqcha. Fasoni $245. Eng qizig'i bu bilasizlarmi, 3 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarniki. $245 o'zini narxi bo'lgan, hozir $183 ga berilyapti.
onaxon, hay qilib qo'ying qizim. Hay qilib qo'ying bolam. Voy divonim, masalim. Bolalarni xullas maktabdan, bog'chadan olib uyga keldim, ya'ni uyga kelsam menga mana bunaqa korobka kelibdi. Hozir ochdim, voy nima ekan bu, qayerdan keldi deb. Xullas menga TikTokdan, mana shu brenddan reklama evaziga sovg'a kelgan. Ochdim, уже ko'rdim, rosa yoqdi. Oralaringizda meni TikTokdan ko'radiganlar, TikTok orqali kuzatadiganlar video chiqarganimda ko'radi, biladi nimaligini. Juda ham ajoyib narsa kelibdi. TikTokda o'zi ko'pincha dешевый narsalar keladi. Uncha anaqalarni reklamalarni qabul qilmayman, chunki oxirgi qabul qilganlarim kачествоsi yoqmagandi. No, bu juda ham zo'r ekan, yoqdi. Уже hozir ochib tekshirib ham ko'rdim, zo'r ekan. Uydagi lavhalardan srazi salondagi lavhaga sakrab o'tamiz. O'rtoqlar, bugun mana Gulopam salonlariga yana keldim. Hozir ular sochlarimni yengil tortib, to есть tekislab beryaptilar. Bugun salonga kelishimning sababi sochmas, qoshimni rangini udalit qildirmoqchiman, chunki yashil bo'lib, ko'karib, urotskiy tsvet bo'lib qolgan. Ekranda ko'rayotganlaringiz Mohir opa, buni oldingi videoda ham aytdim. Ular qoshlarimni chiroyli qilib rangini o'chirib berdilar. Bruklindagilar kimgadir kosmetolog kerak bo'lsa, ularni sizlarga tavsiya qilaman. Ular haqidagi ma'lumotlarni Instagram sahifamga joylab boraman, kuzatib boringlar. Bugungi kunim mana shunaqa o'tdi. Salondan qaytyapman, maza qilib kofe ichib, keyingi lavhalarni kuzatinglar. Mana uyga ham kelib oldim. Voy namozga kirib bor ekan, ahamiyat qilmanglar. Qoshimga qaranglar. Do posle rasm qo'yaman, ko'rasizlar. Boya salonga borganimgacha qoshim xuddi yashil o'sma qo'yilgandek takoy urotskiy edi. Salondan уже udalit qildirib chiqqanimda seri edi. Mana hozir qanaqadir bardoyroq bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlar? No, o'zimga juda ham yoqayapti. Mana shu. Xudo xolasa kelasi oy yana bir marta udalit qildirsam, yana ham modniy bo'ladi. Keyin yaxshi rastushovka qildiradigan odam, qilib beradigan odam topsam, balkim qildiraman, balkim qildirmayman. Chunki agar mana shunaqa bardoviy bo'lib qoladigan bo'lsa, vроде yoqayapti o'zimga. Qoladi shunday. O'rtoqlar, nihoyat yelkamdan tog' ag'darildi. Sababi men bu TikTokdan menga reklamaga kelgan Dasiye brendidan parfyumni ochdim. Hidi juda ham yoqdi, prям sevdim. Ana bu nima deydi, xarakteri inja odami dedi ham. Endi dedi deb gapirsam xuddi katta gapirgandek bo'laman. No, baribir vkusi boshqacha bo'ladi. Mana ko'p ayollarga o'zi bilasizlar, atir, o'z nomi bilan atir. Har qanday atir yoqimli, ifor degani bu. No, xarakterim og'irligi uchunmi bilmadim. Menga mana bu hamma ayollar kabi gullarning hidi, shirin hidli dushilar umuman yoqmaydi. Menga qanaqadir qo'polroq, takoy необычный bo'lgan antiqa iforlar ko'proq yoqadi. O'shaning uchun bo'lsa kerak, murskoy atirlarni juda ham yaxshi ko'raman. Вот прям juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizlarmi? Buni hidi prям ana $500 bakarat degan atir haqida ko'pchiligimiz eshitganmiz, bilaman, hamma ishlatmagan. Shaxsan o'zim ham qimmatligi uchun olmaganman deyolmayman, ololmaganman. No, u atirni birga bir kopiyasi Zara'da bor, ya'ni Zara brendida. Atiga $35midi, $40 yaqin narxi. Red Temperature'mi shunaqa edi nomi. U bir videolarimda ko'rsatganman, anaqa vlog videolarimda aynan Zaraga borib, o'sha atirlardan olib, ishlatib ko'rib sizlarga ko'rsatganman. Eski videolarim orasida bor. Xullas, o'sha bakaratni hidi menga yoqqani uchun va aynan bakaratni o'zimga позволять qila olmaganim uchun Zara'dagisini, ya'ni arzon variantini olib maza qilib ishlatganman. Hozir mana bu
Embry Safran anaqasi nomi. И buni tarjima qilganimda Yintarni Shafran degan anaqa chiqdi. Tarjima chiqdi. Agar mabodo sizlar olmoqchi bo'lsalaringiz, o'zi bu fransuzcha atir ekan, Fransiyada ishlab chiqarilar ekan, lekin bu Nyu-Yorkda ishlab chiqarilgan ekan. Mana bu tagida korobkasida deyman. Mana tagida yozilgan, ko'rayotgandirsizlar. Xullas Nyu-York deb yozilgan. World Trade Centerda chiqarilgan ekan. Demoqchi bo'lganim, agar bu atir menga yoqmasa, 8-mart yaqinlashyapti. Yo Imonani o'qituvchisiga, yo Yasminani bog'cha opasiga shunday chol qilib o'rab, yoniga shokolad qo'yib sovg'a qilib yuboraman deb o'ylovdim. No. Juda ham yoqdi, prям juda ham kelinglar. Hozir TikTok uchun sepdim, no. Instagramga ham story qo'ydim, lekin Instagramda sepmadim. Hozir sizlar uchun sepdim. Blin, juda ham mazali hidi, juda ham. Shuncha maqtadim. Kimdir bu brendni iforiga qiziqsa va olmoqchi bo'lsa, narxi unaqa qimmat emas ekan, $50 ekan. Mana DCA deb yozsalaringiz internetdan chiqadi. Bilasizlarmi, Instagram deyman, internetda ham odzivlari juda ham zo'r. Va bu brendni juda ham ko'p, yana vanilla vkusi ana bu fruktoviy emas, nima deylardi? Sitrusovый vkuslik atirlari ham bor ekan. Vkus deb gapiryapman, qilib sizlarga to'g'ri tushuntira olayotgan bo'lsam bo'ldi. Xullas menga juda ham yoqdi. Buni YouTube'da reklama qilishim uchun menga hech qanaqa pul to'lamagan. Faqat TikTokdan kompliment sifatida yuborishgan, TikTokda ularni atmetka qilishimni xohlashgan. Shart shu edi. Hidi juda ham yoqqani uchun sizlarga ham tavsiya qilyapman. Agar menga o'xshab noodatiy usuldagi iforlarni sevuvchilar bo'lsa oralaringizda va aynan o'shanaqa antiqa hidli duxini qidirayotgan bo'lsangiz, tavsiya qilaman, ishlatib ko'ringlar. Ishonchim komil yoqadi sizlarga. Прям такой необычный hid. Juda ham yoqdi xullas menga. Shuni aytmoqchi edim. Endi esa qizimni after schooldan, kstati sizlarga aytdimmi, Imonaxonni bugundan boshlab maktabdan keyingi maktab, ya'ni after schoolga qo'ydik. 10 takam 6 da olishim kerak. Hozir soat 5:30 bo'ldi. Sekin-sekin kiyinib, sekin-sekin chiqaman. Aysha opa reklamachi bo'lib ketdingiz demanglar qizlar. Nyu-Yorkdagi, Bruklindagi o'zbek ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun ushbu ma'lumotlarni berib o'tmoqchi edim. Gulopam Bruklindagi eng zo'r salonchilardan bittasi men uchun. O'zimizni o'zbeklarni hali birontasiga borib sochlarimni qildirmaganman, lekin Gulopamga bezatkaz boraman. Agar Gulopamga borishga erinsam, albatta xitoyliklarning saloniga kiraman. Gulopam soch bilan bog'liq bo'lgan hamma protseduralarni qiladi. Sochlarni kesish, bo'yash, tekislash, jingalak qilish, hatto sochlarga foydali maskalar ham qiladi. Ularning Instagram akkauntlarini mana shu ekranda qoldiraman, ko'ringlar. Instagramdan kirib ishlarini yoqsa, ularga o'tib obuna bo'linglar va yozinglar. Va yana bitta narsaga va'da berib aytaman, ular Bruklindagi eng arzon salonchilardan bittasi, ishlari ham sifatli. Xullas tavsiya qilaman qizlar. O'rtoqlar, mana men bu qizni bog'chadan oldim. Ke qizim, ke. I know, come on, ana mamingiz kelyapti, ke. Yasminani bog'chadan oldim, qaranglar. Shoshma, ko'rsat. Menga nimalar yasabdi 8-martga. Wow, Yasmina. Kimga bu? Yasmina. I know, Yasmina qilgan. Kimga qildi? Mamiga? This for mommy? Thank you so much. I like it, qizim. It's so cute, so beautiful. Wow, let's go. Salmon va mana bu branzina. Bu meni yaxshi ko'rgan balig'im. Bu xo'jayinimniki. Hozir ataylab mana shunaqa ikki xil baliq bilan sparja pishirdim va limonlar bilan yasatdim. Ustini esa folga bilan o'raymanda issig'ida. May opamga qo'shnimizga olib chiqaman. Ular xo'jayinlari bilan anaqa ro'zadalar. Qaqras hozir iftorlik vaqti bo'ladi. Maza qilib issig'ida yeb oladi. Ro'zadorlarni bizga ham sovg'a tegsin. Mana shunaqa qilib qo'shnimni bugun siylayman. Qanaqa chiqibdi? Baho beringlar. Rosa appetitniya.